Zelenskiy G'arbni Ukrainaga ko'proq Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlarini berishga chaqirdi. Ukraina rahbari bu haqida o'zining kechki murojaatida bayon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu masala yaqinda o'tkaziladigan Ramstein formatidagi uchrashuvda Mudofaa hamda tashqi ishlar vazirligi tomonidan muhokama qilinadi. Biroq Washington ushbu yig'ilishda ishtirok etmasligini bildirgan. Shu sababli Zelenskiy rasmiylarga havo hujumidan mudofaa masalasida AQSh bilan ikki tomonlama asosda ishlashga topshiriq berganini aytdi. Prezident shuningdek, Ukrainada havo hujumidan mudofaa tizimlari ishlab chiqarilishini yo'lga qo'yish masalasini ham tilga oldi. Agar dengizda o't ochishni to'xtatish bitimi imzolanganda edi, Rossiya Qora dengiz akvatoriyasida kalibr raketalari bilan zarba bera olmagan bo'lardi, dedi Ukraina rahbari. Eron oliy rahbari Oyatulloh Xomaniy Trampning Tehronga tahdidlari munosabati bilan mamlakat armiyasini shay holatga keltirishni buyurdi, deb ma'lum qildi Reuters agentligi. Kongressmen El Green 30 kun ichida Donald Trampga nisbatan impichment e'lon qilish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Demokratik partiya a'zosi bo'lgan kongressmenning ta'kidlashicha, Donald Trampga adolat va xalqni boshqarish masalasini ishonib topshirib bo'lmaydi. Donald Trump amerikaliklarni og'ir kunlar oldinda turgan haqida ogohlantirdi. Hozir iqtisodiy inqilob sodir bo'lmoqda. Bu oson bo'lmaydi. Biroq yaqin kunda AQSh tarixiy natijaga erishadi. Xitoy Qo'shma Shtatlardan ancha ko'proq ziyon ko'rdi. Ular va boshqa ko'plab davlatlar bizga yomon munosabatda bo'lishgan. Biz ahmoq va ojiz edik, lekin endi unday emas. Biz Amerikada ish o'rinlari va biznesni misli ko'rilmagan tarzda qaytaryapmiz. Allaqachon 5 trillion dollardan ortiq investitsiya kiritildi va o'sish tezkorlik bilan davom etmoqda. Bu iqtisodiy inqilobdir. Biz unda g'alaba qozonamiz. Bu oson bo'lmaydi, lekin yakuniy natija tarixiy bo'ladi. Biz Amerikani yana buyuk qilamiz, dedi Donald Trump. Yevroittifoq AQShga qarshi javobiy sanksiyalarni joriy qilmasligi kerak, dedi Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni. Menimcha, bojga boj bilan javob berish eng yaxshi yo'l emas, chunki bu bizning iqtisodiyotimizga tashqarida bo'layotgan voqealardan ko'ra ko'proq ta'sir qilishi mumkin va biz bu masalada amerikaliklar bilan muloqotni boshlashimiz kerak, deb fikr bildirdi Italiya bosh vaziri. Eron, Iroq, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Turkiya va Bahrayn davlatlarini rasmiy ravishda ogohlantirdi. Agar ushbu mamlakatlar AQSh va Eron o'rtasida mojaro yuz bergan taqdirda AQShga har qanday ko'rinishda yordam ko'rsatsa, jumladan Amerika harbiy aviatsiyasi uchun o'z havo hududidan foydalanishga ruxsat bersa, Tehron bu kabi harakatni bevosita Eronning hududiy yaxlitligiga qarshi qaratilgan dushmanona xatti-harakat, ya'ni tajovuz deb baholaydi. Mazkur holatda Eron o'z milliy xavfsizligini ta'minlash maqsadida kerak deb topilgan har qanday javob chorasini ko'rish huquqini o'zida saqlab qoladi, deyiladi ushbu bayonotda. Trampning keng qamrovli import tariflarini joriy etishi jahon tartibini o'zgartiradi va bu siyosatning aniq g'oliblaridan biri Xitoy rahbari Si Jinpingdir, deb ma'lum qildi Wall Street jurnali. Husiylar Qizil dengiz shimolida AQShning samolyot tashuvchi kemasiga raketa va uchuvchisiz samolyotlar yordamida hujum qilganini e'lon qildi. Rossiya kecha tongda Ukrainaga 6 ta ballistik raketa uchirdi. Ulardan 5 tasi Kiyevga yuborilgan. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligining aloqa boshqarmasi boshlig'i Yuriy Ignat ma'lum qilishicha, 6 ta raketaning 5 tasi nishonga borib urilgan. Afsuski, biz 6 ta raketadan faqat bittasini yo'q qilishga muvaffaq bo'ldik. Qolgan 5 tasi aniq manzilga yetib borgan, deya qo'shimcha qildi u. Uning ta'kidlashicha, Rossiya ballistik raketalarni ko'paytirmoqda. Qanotli raketalar esa foizda kamaymoqda. Ignatning qo'shimcha qilishicha, Kreml o'zining raketa va uchuvsiz qurilmalarini o'zgartirmoqda. 2025-yilda Rossiya qo'shinlarining Ukrainadagi hujumi sekinlashdi. Britaniya razvedkasi. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil mart oyida Rossiya qo'shinlari Ukrainaning taxminan 143 kvadrat kilometr hududini egallagan. 2024-yil noyabr oyida esa
Rossiya 700 kvadrat kilometrdan ortiq hududni bosib olgan edi. Shundan beri Rossiyaning oldinga siljish sur'ati borgan sari pasayib bormoqda. Britaniya razvedkasiga ko'ra, 2025-yil mart oyida Rossiya qo'shinlarining asosiy harakati Donetsk viloyatiga to'g'ri kelgan.